Pasaydan polvon. Ana. Pasaydan pastga. Allohga arpaga aytamaysizlar. Bunda olimiz yo'q. Ana Samarqand, Bulung'ur, Abduolimjon, Qummug'ol, yig'ma ko'pkarisi boshlandi. Ana Samarqandning polvon, Bulung'urimizni 100 ming so'm solmadik. Ana qara harakat qiling. Ana mahkam bo'ling polvon. Ana oxirigacha mahkam bo'ling. Ana 100 ming so'm solmadik. Ana mahkam bo'lasiz. Ana oxirigacha mahkam. Omadlarni bersin. Oq qo'ying dakani. Oloy marramizga Mirzabek polvon otniki. Hojilboy polvon akamizning otlari bilan Oloy marramizga Mirzabek polvon 100 ming so'mga tashan ovozini bersin. Ana barcha otboz polvonlar yaqinroq kelasizlar. Hoji bobomizdan duoni eshitamiz. Xudo xolasa keyin o'ynab kulib ko'kar chopasizlar. Hoji bobo kelyapti, duo bering, yiqilmasin, surilmasin deb duo bering deb turibdi Hoji bobo. Yaqinroq kelinglar. O'rtadagi polvon akalar, polvon akalar. O'rtadagi polvonlar, sizlarni kutyapmiz, polvonlar. Bismillahirrohmanirrohim. Vassalamu vassalati ala khayr xalqihi Muhammadin va alihi ashabihi ajmain. Alhamdulillahir alamin. Mana yurtimiz tinch, hammamiz sog' salomat o'ynab kulib, mana shu bir yaxshi ko'pkarlar tomosha qilib yuribmiz. Shularni qatorida mana Qummug'ol qishlog'ida ham bir ajoyib ko'pkarni tashkil qildik. Mana shu tashkil qilgan kishilarga katta rahmat. Polvon bolalar o'ynab kulib, sog' salomat, surinmay, boshqa qilmay, tuymay bir yaxshi o'ynab kulib topishlaringizni so'rayman. Mana shu rais bog'a mikrofonni berib qo'yib, boshqa chetdan gap so'z bo'lmasin. Qo'shimcha gaplar bo'lmasin. Sog' salomat o'ynab kulib, mana shularga bitta duo beraylik. Sog' salomat topishni Alloh nasib etsin. Amin. Avvalambor tanlaringiz sog' bo'lsin. Sizlar ham niyat qilib mana shunday yaxshi ko'pkari to'ylar qilib berib, sog' salomat yurishlaringizni Alloh nasib ro'za aylagan bo'lsin. Tanlaringiz sog' bo'lsin. Ishqim mana shu o'ynab kulib topishlaringizni nasib ro'za aylagan bo'lsin. Allohumma sallallohu ala khayr xalqihi Muhammadin va alihi ashabihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Mana shu o'ynab kulib sog' salomat topishlaringizni nasib etsin. Allohu akbar. Og'aylar, bilmaysizlar. Janjal qilmaysizlar. Sog' salomat o'ynab chopingizlar. Mana shu to'y yaxshi o'tsin. Sog' salomat. Minash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnellezîne yahşevne rabbihum bil-gaybi lahum mağfiratun ve ecrun kerim. İnna nahnu naktubu ma qaddamu asrahu kullu şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. İlahi Pekperverdigar yaratgan Allohga behisob hamd sanolar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallohu aleyhi ve sellem'ge durud-u salavat salamlar. Pekperverdigar yurtimiz tinch bo'lsin. Hammamizning tanlarimiz sog' bo'lsin, xonadonlarimiz bundan ham obod bo'lsin. O'ynab kirib mashko'plarni choparingizlar. Hammalaringizni Alloh qo'llasin. Allohu akbar. Polvonlar, bu yig'ma ko'pkarimiz
chiroyli o'tishga sizlar sababsizlar. Birontalaring janjal qilishlaringga haqlaring yo'q. Janjal qilmaysizlar. Tortib olib qo'ysa, yana qaytarib tortib olishga harakat qilasizlar. Tushunarlimi polvonlar? Mana qummovoldi aka-ukalarimiz tashkillashtirdi, ming rahmat. Talashib, tortishib, bemalol cho'g'irasizlar. Solimlarimiz yaxshi. Xudo xolasa bu solim bilan hech kim boy bo'lmagan, hech kim boy bo'lmaydi ham. Shu qo'llaridan kelguncha chiroyli janjal qilmay chopish niyatdamiz. Tushunarlimi? Pastki marra Duvanbegi uloq olmayishtirib turadi. Jo'rabek O'tkir. Qani Jo'rabek O'tkir. Pastga tushing. Ana ikki kishi takalmashtirib turadi. Chopmang degan vaqtda chopmaysizlar. Tushunarlimi polvonlar? Tashlang. Tomonni o'rtasiga tashlang. To'xtab kelmaydir polvonlar. Ana Bayramon aka evlatda chopasiz, xudo xolasa 14-yanvar barchalaring. O'da kema. Tashlang. Chiqib keting endi. Chiqib ketsin polvon. Ularga chiqib ketsin, Ana chopinglar polvonlar. Ana ko'pkarimizning birinchi marra solimlari. Bir tuya ko'rpa bilan borasiz. Bir gilam bilan qaytasizlar. Ana Bulug'ur, Hamid Olimjon, Qummo'g'ol yig'ma ko'pkarisining birinchi marrasi boshlandi. Ana chopinglar, harakat qilinglar. Ana hali uchqun polvon akam bo'ling. Ana uchqun polvon akam bo'lasiz maydon egalaridan. Ana akam bo'ling. Bir tuya ko'rpa bilan borasiz. Birinchi marra pastga tashlab kelgan tomonlarni bersin. Hozir bo'lalarining, hozir bayvatchaning ko'k bo'rilar avlodlari bilan birinchi marramizga, birinchi go'rimizga uchqun polvon tashlar. Bitta qarsaklar bormi? Omadini bersin. Uchqun polvon, Turob polvon nabirasi. Ana makam. Omadlarni bersin. Izzat polvon. Birinchi marra yuqorisiga Bekzod polvon tashlar, omadini bersin. Eringlarni. Bulug'ur, Hamid Olimjon dadalarining otlari bilan, Qo'rg'on akamiz otlari bilan Bekzod polvon birinchi marra yuqorisiga tashlar. Qani bir tefal bilan borasiz. Ikkita joy namoz bilan qaytasizlar polvonlar. Ko'pkarimizning ikkinchi marra solimlari. Harakat qiling. Omonlarni bersin. Bugungi yig'mamizga Eshmurat bobomizdan ham 50 ming so'm solim keldi, omadini bersin. Somonlashmanglar yigitlar. Eshitsizlarmi? Akram polvon, somonlashmanglar. Ana ko'tarildi. Ana ikkita joy namoz ko'tarildi. Qani makam bo'lasiz. Ana makam bo'ling. Ana makam bo'ling. Qara og'irgacha makam bo'lasiz. Omonlarni bersin. Ana uchinchi marra solimlari. Ikkita ko'ylak bilan borasiz. Qo'm bilan qaytasizlar. Otabek polvon omonlarni bersin. Illondan Onarboy Damullaning 241 laqablodlari bilan Otabek polvon omadini bersin.
yuqoriga. Yuqori marramizga Zafar polvon, Berunidan Zafar polvon. Ovozini bersin. Qani, 3-marra solimlari. Xo'jabochi solimdan Yusuf akamizning erkaboy avlodlari bilan Zafar polvon 2-marra yuqorisiga tashlab omadini bersin. 2-marra pastiga Otabek polvon. Bir to'g'riga tashlab omadini bersin. Ana chopinglar polvonlar. 3-marra solimlari. Ikkita ko'ylak bilan borasiz, bir to'm bilan qaydasizlar. Bir samoq qilsa qiziyardi. Hamma harakat qilardi. Albo'lni olganda bu tashish. Samarqand bo'lar qataganda qatib kelibdi. Ship borib kelyapti. Hali bir samoq qilsa qanday nima deysizlar? Men buna. Ana mahkam bo'ling. Amallarni bersin hisob. Ana Samarqand Toyloq Sobirxon Eshon bobomiz qo'sh ko'ylakka otgimniki Arabchidan Beyli Ma'ruf akamiz otlari bilan 2-marra 3-marra pastga tashlab omadini bersin. Kichik Gillandan Siroj polvon 3-marra yuqorisiga Kichik Gillandan Narzul akamizning To'fon laqablotlari bilan bir to'mga tashlab omadini bersin 3-marra yuqorisiga. Arabchidan Feri akaning otlari bilan 3-marra pastiga Sobirxon Eshon bobo omadini bersin. Qo'sh ko'ylakka tashladi. Ana akam bu polvon akam. Ana harakat qilinglar. Ko'plarimiz 4-marra solim bor. 50 ming bilan borasiz, 100 ming so'm bilan qaydasiz. Bir zaman qilmasa bo'lmaydi. Yomon tez borib keladi. Ana Solih akamizdan ham 50 ming so'm solim keldi, omadini bersin. Solih akamizdan ham 50 ming so'm solim keldi. Ana 4-marra solimlari. 50 ming bilan borasiz, 100 ming bilan qaydasiz. Svoy karman. Polvon uchun qulay solim. Qo'shqorov Temir akamizdan ham 50 ming so'm solim keldi. Qo'shqorov Temir akamizdan ham 50 ming so'm solim keldi, omadlarini bersin. Ana qarab makam bo'ling, omadini bersin. Biz bizdan berasiz yuqoriga. Ana 6-marra, 5-marra solimlari. Servis bilan borasiz. Servis bilan borasiz, gilam bilan qaydasiz. 100 ming so'm bering. Samarqand Toyloq Zarafshondan Sattar Sambis otlari bilan Jahon polvon ovozini bersin. Jahon polvon 100 ming so'mga. Jahon polvon 4-marra yuqorisiga tashlab ovozini bersin. Ana makam bo'lasiz. Olboy polvonlar berasi Muslimbek polvon. Rasul fermerning yangi Jendra laqablotlari bilan 4-marra pastga 50 ming so'mga Muslimbek polvon ovozini bersin. Ana 5-marra solimlari.
Bir servis bilan borasiz, bir gilam bilan qaydasiz. Hozir tortishiraverasizlar. Ana 4-marra pastiga Muslimbek polvon ovozlarni bersin. Muslimbek polvon 4-marra qani ovozlarni bersin. Izzat polvon Ulug'vor Hamdonjondan Xayr akamizning qora qo'yinlar avlodlari bilan Bekzod polvon Samarqand bosh fitness bosh turnir omadini bersin. Bekzod polvonimiz tashladi. Ana 6-marra sonlar tuya ko'rpa bilan borasiz, bilan qaydasiz. Ana Vali polvon Samarqand davlatdan Shavkat Amerikaning otlari bilan Vali polvon 5-marra pastiga bir servisga tashlab omadini bersin. Ana 6 bir tuya ko'rpa bilan borasiz, gilam bilan qaydasiz. Shuni bir somon qilmasak bo'lmaydi. Bu 6-marra. Kelgandan keyin choppaysizlar polvonlar. Kelgandan keyin choppaysizlar. Labo polvon bo'lsa yo'qmi? Labo tashlab tursa bo'ladi, labo bilan. Bir somon qila olamizmi? Diyor polvonga bir tuya ko'rpa berasiz. 6-marra pastiga tashlab kelyapti. Kelgandan keyin choppaysizlar polvonlar. Diyor polvon 6-marra pastiga. Ana makam yana Bekzod. Ana makam. Bo'ldi chappa qo'ying. Yana bir ko'pdagilarga Bekzod polvon Hamdonjonda Xayr akamizning qora qo'yinlar avlodlari bilan yana Bekzod. Chirobiylar polvonlar bir somon, bir servis salomatalik. Ana bir servis. Ana barchalarni chopaverasizlar endi. Yuqoriga chopaverasizlar. Ana chopinglar polvonlar, bir servis salomatalik. Samarqand Tayloq Aychidan Ibrohimjondan ham 50 ming so'm solim keldi, omadini bersin. Hozir qo'yamiz ularni. Ana bugungi yig'ma ko'pkariga qo'ygan solimlarni eshittiramiz. Murod raisdan 200 ming so'm solim kelgan. Malik Ne'mata akadan 200 ming so'm solim kelgan. O'tkir qo'yga duom deydimi? 200 ming so'm solim kelgan. Karim akadan ham 200 ming so'm solim kelgan. Aslida rais akamizdan ham 200 ming so'm solim kelgan, ovoz bersin. Ana makam bo'ling polvon. Ana makam Sobirxon Eshonboy, ana makam bo'lasiz. Ana makam ovozlarni bersin. Sobirxon Eshonboyimiz Samarqand Tayloq bir servis berasiz. Hokimniki Qarabchidan Nodir akaniki. Qarabchi Jonboy Qarabchidan Nodir akamiz zotlari bilan Sobirxon Eshonboyimiz bir servisga tashlab polvonlar. Bir katta
ming so'm Bo'rini nasibi bor. Bir xonadonda obod qiladigan materiallar ham bor ekan, omadini bersin. Ayıp qiladi Sherik, bo'lmaydi seni. Ana Armakadan 200 ming so'm solim kelgan qo'yib o'qib eshityapmiz. Asliddin raisdan ham 200 ming so'm solim kelgan. Asl raisdan ham 200 ming bir gilam solim kelgan. Ne'mat akadan ham 200 ming bir tuya ko'rpa solim kelgan. Bahodir aka 200 ming so'm bir servis bir joynamaz solim kelgan. Dostondan ham 200 ming so'm solim kelgan. Xudoyberdi raisdan ham 200 ming so'm solim kelgan. Amul aka raisdan ham 200 ming so'm solim kelgan. Sohib akadan ham 200 ming so'm solim kelgan. Ravshan akamizdan ham 200 ming so'm solim kelgan. Husniddin akamizdan ham 200 ming so'm solim kelgan. Ana ming rahmat solim qo'ygan aka-ukalarimizga ilohim. Xonadonda faqat o'ylari ko'p bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Alsher akamizdan ham 200 ming so'm solim kelgan. Sulton domladan ham 200 ming so'm solim kelgan. Oxundan ham 200 ming so'm solim kelgan. Otabek akadan ham 200 ming so'm solim kelgan. Baxtiyor raisdan ham 200 ming so'm solim kelgan. Vahab akamizdan ham 200 ming so'm solim kelgan. Sherali akamizdan ham 200 ming so'm solim kelgan. Sobir raisdan ham 200 ming so'm solim kelgan. Farhod do'konchi tadbirkor akamizdan ham 100 ming so'm solim kelgan. Jo'rabek raisdan ham 200 ming so'm solim kelgan. Qobil akamizdan ham 100 ming so'm bir tuya ko'rpa solim kelgan. Uchqun polvondan ham 200 ming so'm solim kelgan, omadini bersin. Eldir akamizdan ham 200 ming so'm solim kelgan, omadini bersin. Qarab akam bo'lasiz. Ana makam omadlarini bersin. Ana Dog'zag'on Samarqand, Dog'zag'ondan Toyir polvon. G'ulom boboning qaldirg'och laqablotlari bilan 1 soat 50 ming so'mga tashlab omadini bersin. Traktor haydang, tez tashlab haydang traktor. Hamma joyim loyiq qilib rizqini butun qilib, umrini uzoq qilib, beshigiga bir qo'chqorda bir solih o'g'il bersin. Ana Allohumin, Allohga katta to'ylar qilib bersin. Ana 50 ming so'm solim atadi. Uzoqroqqa tashlaysiz. Eldir akamizdan ham 200 ming so'm solim kelgan. Muhammad Molla bobomizdan ham 5 ta jaynamoz, 2 ta ko'ylak, 1 ta palos solim kelgan. Mo'min akamizdan ham 1 gilam solim kelgan. Musabek do'stimizdan ham 1 ta defal, 1 servis solim kelgan. Boburdan ham 50 ming so'm solim kelgan. Xurshid tadbirkor, Xurshid Burutchidan ham 7 ta servis solim kelgan. Azod akamizdan ham 100 ming so'm solim kelgan, omadlarini bersin. Barcha solim qo'yganlardi. Sulxonot Burutchidan ham 200 ming so'm solim kelgan. Nabakadan ham 50 ming so'm solim kelgan. Norboy akamizdan ham 50 ming so'm solim kelgan. O'zihol Molla bobomizdan ham 50 ming so'm solim kelgan. Eshmurod polvondan ham 50 ming so'm solim kelgan. Sodiq akamizdan ham 50 ming so'm solim kelgan. Temur akamizdan ham 50 ming so'm solim kelgan. Tursunqul akamizdan ham 1 servis solim kelgan. Zakir akamizdan ham 1 servis solim kelgan. Jalol akamizdan ham 50 ming so'm solim kelgan. Oqboyev O'rol bobodan ham 50 ming so'm solim kelgan. Davron akamizdan ham 100 ming so'm solim kelgan. G'alaba akam bo'lasiz. Ovozini bersin. Jilovga qarang, jilovga.
Davron akamizdan ham 100 ming so'm solim kelgan. Polvon Ulug'bek Ilyos polvon. Eshmurod polvonning snayper laqabotlari bilan Ilyos polvon 50 ming so'mga tashlab ovozini bersin. Egnazar Turg'un akamizdan ham 100 ming so'm solim kelgan ovozini bersin. Qani makam bor. Ana makam bo'lasiz. Qani makam. Ana samonlamas vali polvon makam bo'ling. Ana qani vali polvon. Ana chiqib ketdingiz samondan. Ana choping. Ana tortishu. Mana tortishu. Ana aylandir. Aylandir. Ana tortishu. Mana shiddatli tortishu. Ana makam bu. Ana yuqoriga chapaslar. Ana makam bu. Bolalarni bersin. Takarordik. Ana Abdulaziz polvon. Avom bo'lsin. 100 ming so'm bering Abdulaziz polvon. 100 ming so'm bering Abdulaziz polvon. Omonini bersin. Bizni qadrdon akamiz Hindondan O'tkirstoning Arako'z laqabotlari bilan Abdulaziz polvon bitta qasalar bormi? Ana, haydang mashinani. Bir tepalda bitta tashlaysiz. Ana Abdulaziz polvon, bizni qadrdon akamiz O'tkir akamizning tamom laqabotlari bilan ana makam bu. Ana oxirigacha makam. Ana makam. Omonlarni bersin. Bir tepali 50 ming so'mga. Ana ikkinchi stakan tashlaysiz. 1 gilam deb tashlaysiz. Jikchan. Murod polvon. Omonlarni bersin. Dalalari Murod polvonning Jekichan laqabotlari bilan. Bel 50 ming so'mga tashlab omonini bersin. Murod polvon. Hozir yo'ldosh Kavsar. Xudo ancha barchalaringizni 20-yanvar kuni G'izza viloyati Baxmal tumani Uzunbuloq qishlog'i madaniyat muzeyiga barchalaringizni to'ylasizlar. Xudo 20-yanvar kuni 19-kuni qo'noqlari bor. Qo'noqqa ham bemalol boraverasizlar. Azmiyev Shukur boboniga to'ylasizlar. Xudo xizmatdamiz. Ertaga to'yi bor, Zafar Rossiya nomidan 200 ming. Zafar Rossiya nomidan ham 200 ming so'm solim yo'llanmani bersin. Yaqinda yaxshilik kun arafasida turgan Zafar Rossiya nomidan ham 200 ming so'm solim yo'llanmani bersin. Ana harakat qilaverasizlar. Ana bu qayerda bilan solim atalik. Harakat qiling. Ana gilam solim atalik. Harakat qiling polvon. Qaramaykan bo'ling. Ana qaramaykan bo'lasiz. Ana bir gilam solim atagamiz qaramaykan bo'lasiz. Ergashi baslakamizdan 100 ming so'm solim yo'llanmalarni bersin. Ergashi baslakamizdan 100 ming so'm solim yo'llanmalarni bersin. Qani, ana makam. Ana makam. Hisob Ali polvon ovozini bersin. Ali polvon teglam berasiz Ali polvonga. Ali polvon. Bering gilamni. Shagir bobosining o'g'li Salohiddin akamiz otlari bilan Bog'zag'on bir gilamga tashlab omadini bersin. Orting takalarni. Orting. Anvar akamizdan, Anvar ichki ishlar xodimi Anvar akamizdan ham 100 ming so'm solim yo'llanmani bersin. Ana, haydang. Ikkalasi ortlaringizmi? 100 ming so'm.
100 ming so'mdan sog'lom atalik. Mirzabek polvon 100 ming so'mdan Eloy marramizga tashlab omadini bersin. Birinchi marra pastiga Rob polvon nabirasi Uchqun polvon bir tuya ko'rpaga tashlab omadini bersin. Hali makam bo'lasiz, hali makam. Omadini bersin. Ehtiyot bo'ling. Oling. Yuz so'm bering. Samarqand Tayloq, Zarafshon, O'lmas polvon. Tamom bo'lsin. Bindir. O'lmas polvon. Gol bo'ldi animani. To'g'ri olmaz. Akalarga orting. Ana birinchi 100 ming so'mga mehmon otboz, mehmon polvonlardan O'lmas polvon. Samarqand Tayloq. Zarafshondan O'lmas polvon. Markam ovolarni bersa. Yana o'tsin. 150 ming so'mga. Haylar Bachkidan Tajim Amerikaning yangi Zdaniya laqablari bilan Uchqun polvon 150 ming so'mga tashlab omadini bersin. Uchqun polvon, qani ikkinchi stakan tashlaysiz. Ikkinchi stakan tashlaysiz, bir to'pol 50 ming so'mga tashlaysiz. Tajim Amerikaning otlari bilan yangi Zdaniya laqablari bilan Uchqun polvon, Alloh rahmat qilsin, Rob polvon nabirasi. Sanjar akamizdan ham 50 ming so'm sog'lom keldi omadlarini bersin. Oqboyev Sanjar akamizdan ham 50 ming so'm sog'lom keldi omadini bersin. Harakat qilinglar polvonlar, chopinglar. Bemalol darajada chopaverasizlar. Fermerlar yo'qlayapmiz. Oxiriga chiroyli qo'yamiz deyapti fermerlar. O'zgan yurtlariga Alloh baraka bersin. Ana bir to'pol 50 ming so'm ko'tarildi. Ana orqaga aydamaysiz. Orqaga aydamang. O'g'riga o'tmang, orqaga o'tmang. Ana chopinglar polvonlar. O'tirishganlar. Finalistlar piyolarni ikkitasi, birinchisi. Turmaylar, yeb qo'yadi, nima gapiryapti-ku? Farruh, bekarlar chuttashamlar, yeb qo'yadi. O'zlari ko'plar qilib o'zlari to'lovlayotgan gap kimga kerak ekan? Kimga kerak ekan? Ana qani makam bu. Hisob omonlarni bersin. Bir to'pol 50 ming so'mga. Navoiydan Jo'shqa do'pdan Bekjon polvon. Bir to'pol 50 ming so'm otqindiki. Jo'shqa do'pdan Eshvold akamiz otlari bilan Zolimga omadini bersin. Azbirkor akamizdan Qurbonov Dilshod akamizdan ham 50 ming so'm solim keldi, omadlarini bersin. Qurbonov Dilshod akamizdan ham 50 ming so'm solim keldi, omadini bersin. To'g'riga tashlang, to'g'riga. Ana choping polvon. Choping. Ana 150 ming so'm solim oldik, choping. Ana harakat qilinglar. Choping
tashlab berdi. Ming rahmat tashlaydiganlarga. Shodiyev Bahrin akamizdan ham 100 ming so'm solim kel omadini bersin. Shodiyev Bahrin akamizdan ham 100 ming so'm solim kel omadini bersin. Ana bir servis 50 ming so'm solim atadik. Chopinglar polvonlar. Oqboyev Said akamizdan ham 50 ming so'm solim kel omadini bersin. Qani maykam. Yana Bekzod, omon bo'lsin. Samarqand Fitness bosh treneri Bekzod polvon. Bir servis 50 ming so'mga. Ayloqon O'lmas polvonning otlari bilan Bekzod polvon, Ulug'ur yosh umidli polvonimiz omadini bersin. Ana Tefal 50 ming so'mga tashlaysiz. O'zbek bilan kelmoqda. Ana piyoda hushyor bo'lasiz piyoda. Ana maykam bu. Ana diyor polvon maykam bu. Bollarni bersin. Diyor polvon. Yana diyor. Bir Tefal 50 ming so'mga diyor polvon. Diyor polvon, yosh umidli polvonimiz. Ot kimligi diyor. Aylar Qo'zg'on, mehmon otbozlarimizdan Shoyib bobomizning Pantera laqabli otlari bilan bir Tefal 50 ming so'mga diyor polvon tashladigan omadini bersin. Haydang traktorimiz. Oxiri aylana oxiriga turasiz. Bir chekka qarasiz. To'xtatmani. Ana uzoqroq tashlaysiz. Maqsad bitta kechgacha chiroyli o'ynab kulib, chopish, tomosha qilish. Ana bundan oldingi marralarimizga O'lmas polvon, Samarqand Taylar Zarafshon O'lmas polvon, Samarqand Taylar Qunduzadan Tilobimiz o'g'illari Jasur Nonvoyning yangi Osiyo laqabotlari bilan Ashalamadini bersin. Qani gilam ko'tarilib qani maykam bo'lasiz. Qani maykam bo'lasiz. Ana piyoda hushyor bo'lasiz piyoda. Ana chopadi hali somonga tushayotgan maykam bo'ling. Ana maykam bo'ling. Ana oxirigacha maykam bo'lasiz. Ana maykam. Hisob omadlarini bersin. Eshmurat polvon boysin mini maydoni. Eshmurat polvonning hamdonjondan Eshmurat polvonning otlari bilan. Ey polvon. Ana 100 ming so'm ko'tarildi qani. Ana maykam bu. Ana maykam bo'lasiz. Ana maykam bo'ling. Ana maykam bo'lasiz. Ana. Ana 100 ming so'm solim atayapmiz. Buğdaylar. Takan olsun da bu takan olsun. Bunu takan taşıyacağız. Bekar olmamız. Çapayı bekar, öteki bekar. Çapayı bir ata takan olsanız bekar. Polvonlar endi aralamaysiz, bekor endi. Ot ketib qolsa tashlab ber takan. Buğday bosmanlar dedik. Bering, 100 ming so'm bering. Otabek polvon, Ilondan Otabek polvon, Voyit polvon o'g'li.
Islom Rossiyaning Oqjon. Pullandan Islom Rossiyaning otlari bilan Otabek polvon, G'oyib polvon nabirasi omonat bersin. Buğrayga g'allaga o'tmaysizlar. Bir 50 ming so'm solib atadik. Ana chopinglar polvon, haydama, g'allaga haydama. G'allaga haydamang polvon. Ana Sobirxon Eshonboy mahkam bo'lasiz. Ana mahkam bo'lasiz. Qara oxirigacha mahkam bo'ling. Amallarni bersin. Sobirxon. Bering. Havolarga Kamol raisdan ham 100 ming so'm solib kelib omadini bersin. Ana harakat qilinglar polvonlar. Ana standart vaziyat. Savonga yaqin joydasiz. 100 ming so'm solib atadik. Ana choping. Harakat qilinglar polvonlar. Ana choping. Ana shiltarli tortishuvda aka. Ana hop polvon. Ana mahkam polvon. Ana mahkam oxirigacha mahkam bo'lasiz. Ana mahkam. Amallarni bersin Davron polvon, Ulug'bek Qirg'izon, mashhur Tosh polvon o'g'li Davron polvon hokimligi. Illandan Bilagim Abdumo'min bobomizning Zalotoy laqablari bilan Davron polvon 100 ming so'mga tashlab omadini bersin Tosh polvon o'g'li. Illandan Bilagim Abdumo'min bobomizning Zalotoy laqablari bilan 100 ming so'mga tashladi. Ana 1 gilam deb tashlaysiz. Ana 1 gilam solib atadik. Chopinglar polvonlar. Nurol Rossiyadan ham 200 ming so'm solib kelib omadini bersin. Musofir yurtda ekan. Omadini bersin. Kecha musofir yurtda ishlab kelgan ekan, omadini bersin. Xudo xolasa katta chempion ko'plar to'ylab qilib berish nasib qilsin. Ana gilam solib atadik. Qani mahkam bo'ling. Ana mahkam bo'ling. Ana mahkam omadlarni bersin. Haydang traktor. Xurshid polvon. Ag'roy polvon nabirasi Xurshid polvon. Omadini bersin, bitta gilam bering. Oyloqdan Samarqand davlatdan Shayin bobomizning bandera laqablaridan Xurshid polvon. 100 ming so'mga tashlab omadini bersin. Orting. Eldirmayman. Shuni bir shaka tashlab beravering. Modang zo'r ko'sani. Ilohim. Ana, chopinglar polvonlar. 100 ming so'm solib atadik. Ana. Harakat qilinglar. 100 ming so'm so'y karma. Polvon uchun qulay solim. Ana 100 ming so'm ko'tarildi. Ana mahkam bu. Ana Hoji
polvon mahkam bu. Ana qani zamonlamasdan. Ana qani. Ovozini bersin Hoji polvon. Yosh polvon, Hoji Akbar polvon. Kamol akamizning o'g'illari 100 ming so'mga otniki. Kamol akamiz otlari bilan, davlatlarning otlari bilan, Uchor Xanjar laqablari bilan Hoji Murod polvon ovozini bersin. Hali bitta gilam deb chopazlar ikkinchitaga. Hali bir gilam so'lama atadik. Chopinglar polvon, harakat qilinglar. Arabchidan Yeli akamizdan ham solim kelyapti. Ovozini bersin. 500 ming, 200 ming. Arabchi Yeli akamizdan solim kelyapti. Qani. Qani mahkam bu. Qani mahkam bo'lasiz. Ana Umid Abachi mahkam bu. Ovozini bersin. Nurbek Abachi, Umid Abachi. Yaxshi bo'lib ketdimi? Nurbek Abachi polvon bir gilamga dadalarining otlari bilan bir gilamga tashlab ovozini bersin. Nurbek polvon, Nurbek Abachi ovozini bersin. Dadalarining otlari bilan bir gilamga tashladi. Mehmon polvonlarimizdan. Haydang. Orqadagi Mallayev nomidan solib, ikkalasiga 100 ming deb tashlaysiz. Arg'ot Mallayev nomidan solib, Arg'ot Rossiya 200 ming so'm solib atadik. Ohangir jiyanlardan ham 100 ming so'm solim keldi, ovozini bersin. Ohangir jiyanlardan ham 100 ming so'm solim keldi. O'g'il yaxshilik pullari bor ekan, hozir katta ko'pkari to'y qilish niyati bor ekan do'qim. Yana yetkazsin. Hali 100 ming so'mdan solim atadik. Jahongir jiyanni kichkina o'g'li ko'pkarni bo'lib ko'rmagan ekan, yana ko'pkar qilaman deb yopti ekan. Shu bolaning omadini bersin. Jahongir Ergashev. Eslasizmi? Chopinglar polvonlar 100 ming so'm solib atadik. Arg'ot Mallayev solibi. Ana chopinglar harakat qilinglar. Ana baga ko'tarilgan ekan bu. Ana mahkam munosib polvonlar. Ana bemalol do'stlar chopinglar. Agar 4 ta paychasi bor. Normal holatda 45 kilo qilganmiz deyapti. Ana 45-42 kilodan qilingan ekan akalar. Bemalol do'stlar chopinglar. Ana mahkam. Ana mahkam o'lmas polvon, ana mahkam bu. Ana o'lmas. Avvallarni bersin. Samarqand Tayyor, Arabshan,
Yo'ldoshboyning Garella laqablarida o'lmas polvon Ruslan polvon shogird omadini bersin. Ana o'lmas polvon Ruslan polvon shogirdi. Ana chopinglar 200 ming so'm solimat ekanmiz. Chopinglar, harakat qilinglar. Harakat qiling, choping. Meniki o'lib chiqashdi. Ana omadini bersin. Ming rahmat. Mana shu Hamdonjon Qummo'g'ol agokalarimiz tashkillashtirgan agokalarimizga ming rahmat. Xudo xolosa bu yillarga yana 4-yanvarga 20 go'kar qilamiz. Niyozmat maydoniga Bulung'ur Niyozmatda choptiramiz xudo xolosa. Xayrli jiyanlardan ham 100 ming so'm solimga lavozim bersin. Surat polvon kelsa 200 ming so'm komissiyasi beraman deyapti, ovozini bersin. Xayrli jiyanlardan 100 ming so'm solimga lavozini bersin. Ana archa solim qo'yganlardan ovozini bersin. Rahim. Faqat xonadonda yaxshi kunlar, o'y ko'kar do'ylar bo'lsin ilohim. Ana makam bu. Ana makam. Ovozni bersin. Ana Sambay Qarachi mehmon polvonlarimizdan. Mehmonlarimiz juda ko'p ekan bu yerga. Sog'lom ahalchi polvon. Ovozini so'zlarni otlarida 100 ming so'mga tashlab ovozini bersin. Sog'lom ahalchi. Sambay Qarachi so'zlarni otlarida 100 ming so'mga tashladi. Duomdagi Varruhjon nomidan solim. Ana harakat qilinglar polvonlar. Ana. Bu burchakka tashlaysiz ikkinchi vaqt bu burchakka boy ko'rsatgan joyga. Ana chopinglar polvonlar, salomga yaqin joydasiz. Ana standart vaziyatdasiz. Ana harakat qilinglar, Allohni esdan chiqarmay harakat qilinglar. Alloh quvvat bersin barchalaringga. Rahim yiqilmanglar, surilmanglar. O'ynab kulib bayramona kayfiyatda chopaverasizlar. Oğuzun bundan oldingi maralarimizga mehmon, o'lmas polvon. Samarqand Ayla Qunduzadan Tilobobamiz o'g'li Jasur Nonovoyning yangi Osiyo laqabotlari bilan o'lmas polvon 150 ming so'mga tasharovotni bersin. Samarqand Ayla Zarafshondan Sattar aka sambistotlari bilan Bekzat polvon ovozini bersin. Ana. Makam. Ana makam. Ali polvon makam bo'ling. Ana. Ovozlarni bersin. Ali polvon. Xayrli Favoz Xon jiyaningizni komissiyasiga beraman deganmiz. Ana jiyaningizni komissiyani olib kelgan komissiyasidan. Ali polvon, Otimqul polvon. Samarqand oyloq Shavkat Amerikaning otlari bilan Ali polvon 100 ming so'mga tashlab ovozini bersin. Sulxon Abbosning otida o'zining o'g'li keldi. Mana tog'asi kompensatsiya otini. Suhrat polvon keldi. Ovozing berasiz o'zing smet otida.
Qayerdasiz? Chortoq yoniga so'rayapsiz Mirol aka. Mirol doktor. Sherda bo'lsangiz keling Chortoq yoniga so'rayapsiz. Eliboyev Sherzod akamizdan 100 ming so'm solim keldi. Shundan keyin qo'yamiz xudo xolasa. Mirol doktor qayerdasiz? Mirol aka ustoz. Ana, harakat qilinglar polvonlar. Omon bo'lsin qummo'g'onliklar. Ana, xo'sh, aynamoz 50 ming so'mdan solim ataganmiz. Ikkala takaga ham bir xillik solim atadik. Xizmat ayiblar, somon musafga bermaysan, yangilab bering. Bu va jannatda